Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz tinglovchilar. Bugungi darsimizda A'zam Xoliqovning pedagogik mahorat darsligidan 15-bob o'qituvchi pedagog faoliyatida kasbiy refleksiyaning o'rni mavzusida suhbatlashamiz. Avvalo refleksiya haqida aytadigan bo'lsak, bu o'qituvchining shu o'zini faoliyatiga qayta nazar tashlashi. Mayli, keling avval bu mavzuda biz siz bilan birgalikda nazariy tushunchalarni oddiy va hayotiy misollar orqali fikr yuritamiz. Ana endi darsni boshlaymiz. Refleksiya nima? Refleksiya lotin tilidan olingan bo'lib, refleksio, ya'ni orqaga qaytish, har tomonlama barkamol rivojlangan insonning o'z xatti-harakatlari va ularning qonuniyatlarini anglashga qaratilgan nazariy faoliyat shaklidir. Inson ma'naviy dunyosining o'ziga xos yashirin xislatini ochib beradigan, o'zini bilishga va anglashga qaratilgan faoliyatdir. Demak, refleksiya nima ekan, ustozlarim? Refleksiya bu insonni mana o'zini xatti-harakatlarini va fikrlarini tahlil qilishi, o'zini tushunishga va anglashga harakat qilish jarayoni. Ya'ni o'qituvchi o'z faoliyatiga orqaga qarab baho berishi. Men darsni qanday o'tdim, qayerda xatolik qildim, nimani yaxshi uddalab chiqdim degan savollarga javob topishi refleksiya bo'ladi. Oddiy misol qiladigan bo'lsam, o'qituvchi darsdan keyin bugun matematika darsida bolalarga misolni tushuntirishda tez gapirib yubordim. Shuning uchun hamma tushunmadi. Keyingi safar sekinroq tushuntirishim kerak desa, bu refleksiya bo'ladi. Bugungi zamonaviy falsafada refleksiya nazariy va amaliy jihatdan farqlanar ekan. Ya'ni birinchisi inson tomonidan tushunchalarning rivojlanish jarayoni yagona tushuncha doirasida bir tarafdan boshqasiga o'tish imkoniyatini beradigan metod sifatida ekan. Ikkinchisi esa individual harakat yoki fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni bo'lib, bunda nisbatlash o'lchovi ustidan nazorat ta'minlanishi kerak. Demak, zamonaviy falsafada refleksiyaning ikki tomoni bor. Bu birinchi tomoni deyapti, nazariy. Ya'ni birinchisi nazariy refleksiya ekanda, insonni mana tushunchalarini rivojlanishi, bilimdan bilimga o'tish jarayonini tushunishi. Masalan, o'qituvchi nazariy jihatdan ko'rgazmali vositalar qo'llansa, o'quvchilar tezroq o'zlashtiradigan xulosaga keladi. Amaliy refleksiya bu individual harakat yoki fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni deyapti. Ya'ni odam o'zini fikri va xatti-harakatini baholab nazorat qiladi. Masalan, dars davomida vaqtni to'g'ri taqsimlay olmadim, mashqlarni 5 daqiqaga qisqartirishim kerak deb keyingi safar amalda o'zini to'g'rilaydi. Demak, refleksiya bu o'qituvchini kasbiy o'sishi uchun eng muhim vositalardan biri ekan. Chunki o'zini xatolarini ko'ra olgan va to'g'ri xulosa chiqara olgan o'qituvchi har doim bir pog'ona yuqori ko'tarilar ekan va nazariy refleksiyada insonni shu tushunchalarni rivojlanishi, bilimdan bilimga o'tish jarayoni nazariy jihatdan qarang. Yagona tushuncha doirasida deyapti, bir tarafdan boshqasiga o'tish. Demak, bir tarafdan boshqasiga o'tishni kaltuz qilib olamiz, nazariy refleksiyani. Amaliy refleksiyada esa harakat bilan fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni bo'lib, bunda nisbatlash o'lchovi ustidan nazorat ta'minlanishi kerak. Demak, harakat bu fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni ekan. Ya'ni o'sha amaliy refleksiyada o'zini fikrini, xatti-harakatini baholab nazorat qilishi ekan. Shaxsning psixik rivojlanishini kattalashtiramiz. Shaxsning psixik rivojlanishini boshqarish imkoniyatlari ilmiy jihatdan o'rganib, Rubinstein insonning mavjudligini, uning ijtimoiy borliqqa nisbatan munosabatlarini refleksiya bilan bog'laydi va shunday deb ta'rif beryapti. Refleksiya bu insonning uzluksizligini,
ta'lim jarayonini go'yo bir daqiqaga to'xtatib uzib qo'yadi va insonni xayolan uning sarhadlaridan olib chiqib ketadi. Bu vaziyatda insonni har bir harakati, hayot haqidagi falsafiy fikr-mulohazalari muayyan bir xarakter kasb etadi. Keling, buni oson tilda tushuntiradigan bo'lsam, Semyonov tomonidan ishlab chiqilgan refleksiya turlari berilgan. A, Ya'ni bu refleksiya turlariga oldin u ta'rif beryapti-da. Refleksiya deyapti, bu insonni mana shu uzluksiz hayot jarayonida go'yo bir daqiqaga to'xtab uzib qo'yadi va insonni xayolan uni sarhadlaridan olib chiqib ketadi. Va shu vaziyatda insonni har bir harakati hayot haqidagi falsafiy fikr-mulohazalari muayyan bir xarakter kasb etadi deganda nazarda tutyaptiki, masalan, biz o'sha faoliyatdan, real hayot faoliyatdan o'zimizni xayolimizga kiramizda, orqaga qaytamiz. Boya voqea qanday bo'ldi? Nimani to'g'ri, nimani noto'g'ri qildim? Qanday qilsam bu vaziyat yana takrorlanmaydi degan ongi nuqtai nazardan ongi ruhan orqaga qaytar ekan xayolan. Demak, Semyonov tomonidan ishlab chiqargan refleksiya turlari bu intellektual refleksiya ekan, birinchisi mana, ikkinchisi shaxsiy refleksiya ekan, uchinchisi kommunikativ refleksiya, to'rtinchisi esa kooperativ refleksiya. Keling endi har birini misollar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Intellektual refleksiya bu muammolarni fikrlash asosida ijobiy hal qilishni belgilaydi. Ya'ni bu muammoni o'ylaydi, mantiqiy fikr yuritib hal qiladi. Masalan, o'qituvchi darsda o'quvchilar masalani tushunmadi, men boshqa usulda tushuntirsam tezroq anglab oladi deb muammoni fikrlash orqali hal qiladi. Demak, intellektual refleksiya fikrlash asosidani kalit so'z qilib olamiz. Fikrlash asosida ijobiy hal qiladi. Shaxsiy refleksiya bunda o'qituvchining nizoli konfliktlar, pedagog ziddiyatlardan janjalsiz chiqishni fikran izlanish asosida bartaraf qilishni ta'minlaydi. Ya'ni shaxsiy refleksiyada bu inson o'z xatti-harakatlarini, xususan nizoli vaziyatlarni baholab, janjalsiz yechim topishga harakat qiladi, yo'l topadi. Masalan, sinfda ikki o'quvchi bahslashib qoldi. O'qituvchi ularni urishmasdan, kelinglar, avval har biringizni fikringizni eshitaylik deb vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qiladi. Demak, shaxsiy refleksiyada pedagogik ziddiyatlardan janjalsiz chiqish deb kalt so'z qilib olamiz. Kommunikativ refleksiya, o'zi bilamiz, kommunikativ bu muloqotda. Kommunikativ refleksiya muloqot jarayonida sheriklarni o'zaro bir-birlarini tushunib munosabat qilishini ta'minlaydi. Ya'ni bu suhbat yoki muloqotda sherigini tushunish va unga mos ravishda munosabat bildiradi. Masalan, o'quvchi nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, ustoz bu mashqni tushunmadim deydi va o'qituvchi unga qattiq gapirmay, mayli, yana bir ko'rib chiqamiz deb mehribon ohangda ko'rib beradi. Demak, muloqot jarayonida o'zaro bir-birini tushunish ekan kommunikativda. Muloqot jarayonida o'zaro bir-birini tushunish. Aynan muloqot so'zini ham kalt so'z qilib olamiz. Kooperativ refleksiya jamoa a'zolarini birgalikdagi o'zaro muntazam mehnat faoliyatlarini muvofiqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat. Ya'ni bunda bu jamoa bo'lib ishlashni yo'lga qo'yish va faoliyatni muvofiqlashtirish. Masalan, sinfda loyiha qilinmoqda, o'qituvchi sen rasm chiz, sen matn yoz, sen esa taqdimot qil deb vazifalarni taqsimlaydi, hammani bitta maqsadga yo'naltiradi. Demak, jamoa a'zolarini shu birgalikdagi o'zaro muntazam faoliyatlarni muvofiqlashtirish. Birgalikdagi faoliyatni kalt so'z qilib olamiz, ustozlarim. Xulosa qiladigan bo'lsak, hozir kalt so'zni ham belgilab qo'yaylik-da. Birgalikdagi faoliyatni muvofiqlashtirish dediki, kooperativ refleksiyada. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, refleksiyaning bu turlari o'qituvchiga darsni samarali o'tish, o'quvchilar bilan to'g'ri muomala qilish va nizolarni oldini olish uchun yordam beradigan
refleksiya turlari ekan. Kasbiy refleksiya bu o'sha 28 chizmadan olingan ma'lumot, ya'ni hozir kasbiy refleksiya va har birining alohida ta'riflariga ko'rib chiqamiz. Demak, bu A'zam Xoliqovning qo'llanmasida 28 chizma ostida berilgan kasbiy refleksiyaning turlari. Keling, endi har biriga to'xtalib chiqamiz. Kasbiy refleksiya. Birinchisi, refleksiya turlari bitta o'z-o'zini bilish, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini belgilash, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini nazorat qilish. Demak, bu jadvalda kasbiy refleksiyaning rivojlanishi bosqichlari yozilgan. Endi men sizlarga buni avval nazariy ma'lumot va oddiy usulda misollar bilan tushuntirib beraman. Birinchi bosqich o'z-o'zini bilish ekan. Ya'ni o'z-o'zini bilish jarayonida deyapti, o'qituvchi pedagog mahorat doirasida ma'lumotlarni qayd qilish darajasida kechadi. Bunda refleksiyaning passiv shakli ustuvorlik qiladi. O'qituvchi pedagog faoliyatida yuzaga kelayotgan turli qiyinchiliklar va muammolarni sabablarini, erishilayotgan yutuqlar va natijalarni shunchaki qayd qilib boradi. Demak, o'z-o'zini bilish bu o'qituvchi o'z faoliyatidagi deyapti vaziyatlarni faqat qayd qilib boradi. Hali chuqur tahlil qilmaydi. Masalan, o'qituvchi daftarlarni tekshirayotganda o'quvchilar ko'p xato qildi deb yozib qo'yadi, lekin nega xato qilganini bu joyda aniqlamayapti. Demak, bunga kal so'z qilib olamiz. O'z-o'zini bilishda nima qilyapti? Ma'lumotlarni qayd qilyapti. Ya'ni shunchaki belgilab ketyapti. Bu birinchi bosqich. O'z-o'zini anglash. Bu jarayonda o'qituvchining o'z faoliyati va unda o'ziga nisbatan metapozitsiyasi, ya'ni tashqi pozitsiyada turib, o'ziga tashqaridan qarash, o'zini kuzatish malakasini ko'zda tutadi. Bunda interiorizatsiya, ya'ni tashqi omillarni ichki omillarga o'tish ekan. Interiorizatsiya, mana shu interiorizatsiya hodisasi amalga oshadi. Kasbiy qiyinchiliklarning kelib chiqish sabablari rasmiylashtiriladi. Faoliyatdan ko'zlanadigan asosiy maqsad aniqlanadi va reflektiv men shakllanadi. Bu o'qituvchining dolzarb rivojlanish zonasi bilan bog'liq ekan. Demak, ustozlarim o'z-o'zini anglash bu o'qituvchi o'z faoliyatini tashqaridan qaraydi. Sababini tushunishga harakat qiladi. Demak, tashqi omillarning ichki omillarga o'tishi tashqi pozitsiyasi. Masalan, o'quvchilar misollarni ko'p xato qildi. Men misollarni yetarlicha tushuntirib bera olmadim. Demak, kelasi darsda sekinroq tushuntirishim kerak deb anglashi. O'z-o'zini anglash bu yerda o'z faoliyatini o'ziga tashqaridan qarash deylik. O'ziga tashqaridan qarash va o'zini kuzatish. Bu o'z-o'zini anglash ekan. O'z-o'zini anglash ustozlarim ikkinchi bosqich edi bu. Endi o'z-o'zini belgilash. O'z-o'zini belgilash jarayonida boshlang'ich darajadagi kasbiy ehtiyojlar hisobga olinadi. Mavjud imkoniyatlar asosida faoliyat rejalashtiriladi. Strategik, taktik va tezkor vazifalar shakllantiriladi. Haqiqiy men va ideal men nisbatlanadi. Bu o'qituvchining nisbatlarini eng yaqin rivojlanish darajasi bilan bog'liq. Buni tushuntiraman endi. Qarang, o'z-o'zini belgilash nima ekan? O'z-o'zini belgilash bu o'qituvchi o'z oldiga aniq maqsad qo'yadi va reja tuzadi. Masalan, keyingi darsda misolni ko'rgazmali qilib tushuntiraman, har bir boladan alohida so'rayman deb rejalashtiradi. Kal so'z qilib olamiz. O'z-o'zini belgilashda faoliyat rejalashtiriladi ustozlarim. Albatta, kal so'zlarni belgilab qo'ying. Attestatsiya uchun juda muhim. Ya'ni testda bu kal so'zlar albatta ishtirok etadi. O'z-o'zini rivojlantirish bosqichida endi bu jarayonda o'qituvchini kasbiy faoliyat davomida takomillashtirilgan pedagog mahorati refleksiyalangan, ya'ni avval foydalanilgan va ularni samaradorligini baholash natijasida
tobora optimal bo'lib chiqqan harakat usullari va metodlarning o'sishi sodir bo'ladi. Demak, o'zini rivojlantirishda bunda o'qituvchi o'z tajribasidan kelib chiqib, yangi usullarni qo'llar ekan va o'zini malakasini oshirar ekan. Kal so'z qilib olamiz. Takomillashgan pedagogik mahoratni refleksiyalangan harakat usullarini va metodlarini o'sishi. Demak, takomillashgan pedagogik mahorati. O'zini rivojlantirish takomillashgan pedagogik mahorati. O'zini nazorat qilishchi. O'zini nazorat qilish jarayonida o'qituvchi pedagogik faoliyatini nazariy va amaliy tajribalar asosida kasbiy jihatdan nazorat qilib boradi hamda pedagogik nazoratni yanada takomillashtirishning yangi bosqichini boshlaydi. Bunda hurmatli ustozlarim, o'zini nazorat qilishda bu o'qituvchi pedagog faoliyatni doimiy tekshirib boradi va natijani tahlil qiladi. E'tibor beramiz. Qarang, nazorat qilib boradi. O'zini nazorat qilishda nazorat qilib boradi va yangi bosqichni boshlar ekan o'zini nazorat qilgandan so'ng. Demak, hurmatli ustozlarim, o'qituvchi aytadi, o'quvchilar o'tgan darsni yaxshi o'zlashtiribdilar. Demak, yangi usul samara berdi yoki natija kutilgandek chiqmagan. Demak, usulni o'zgartirish kerak deb nazorat qilar ekan. Demak, hurmatli ustozlarim, bu usullar, bu bosqichlar o'qituvchining o'z kasbiy mahoratini muntazam takomillashtirib borish jarayonini ko'rsatadi. Har bir bosqich oddiy yozuvdan tortib, ko'rib turibsiz, o'zini rivojlantirish, nazorat qilish darajasiga olib borar ekan. Mana qarang, birinchi bosqichda biz nima dedik? O'zini bilish dedikda, faqatgina qayd o'tib ketadi, qayd qilib ketadi dedik. Keyin o'zini anglab, o'shani tashqaridan qaraydi. Nimaga shundoq bo'ldi deb savol beradi. Keyin endi belgilaydi. Ya'ni o'sha yuqoridagi qayd etilgan, tashqaridan qarangan kamchiliklarni belgilab faoliyatni rejalashtiradi. Belgilab rejalashtiriladi. Endi rejalashtirilgandan keyin o'zini rivojlantirish bosqichi boshlanadi. Bunda takomillashtirilgan pedagogik mahorat, ya'ni samaradorligini, harakat usullarini, metodlarini o'sish sodir bo'ladi va nihoyat oxirida o'zini nazorat qilish jarayonida o'qituvchi pedagogik faoliyatni nazariy, amaliy tajribalar asosida nima qilyapti? Nazorat qilib borib, takomillashib yangi bosqichni boshlar ekan. Demak, ustozlarim, olimlarning tadqiqotlaridan tayanib shuni aytish mumkinki, o'qituvchining kasbiy pedagogik mahoratini rivojlantirish muammosini faqat uni kasbiy refleksiyasini takomillashtirish asosida hal qilish mumkin ekan. Kasbiy pedagogik refleksiya nafaqat kasbiy faoliyat, balki bilim, ko'nikma va malakalarni o'sishini ta'minlab, hamda bu faoliyatni takomillashtirish asosi ham sanalar ekan. Bundan tashqari, pedagogik diagnostika funksiyalari bor. Pedagogik diagnostikaning tahliliy vazifalari, ustozlarim, pedagogik diagnostik funksiyalar, pedagogik diagnostikani baholash vazifasi, pedagogik diagnostikani korrektsion vazifasi va pedagogik diagnostikaning orientatsion vazifalari berilibdi. Keling, har birini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, pedagogik diagnostikaning tahliliy vazifalari dedik. O'quv tarbiyaviy jarayondagi yutuq kamchiliklarni kelib chiqish sabablari, oqibatlarini va ularni shu o'zaro bog'liqligini hamda aniqlab, chora tadbirlar ishlab chiqishga qaratilgan ekan. Qaytaraman ustozlarim, tahliliy vazifasida nima qilyapti? Tahliliy vazifasida o'sha tahlil qilyapti. O'sha o'quv tarbiyaviy jarayonda yutuq va kamchiliklarni kelib chiqish sabablarini, oqibatlarini nima qilyapti? Aniqlab hamda chora tadbirlar ishlab chiqyapti. Tahlil o'zini nomi bilan tahlilda o'sha yutuq kamchiliklarni, sabab oqibatlarini, bog'liqliklarni aniqlab tahlil qilib chora tadbir ishlab chiqiladi. Demak, o'sha o'qituvchi darsdan keyin o'ylashi, o'sha bolalar masalani yaxshi yechishdi, lekin yozma savollarda qiynaldi. Sababi men mashqni yecharicha tushuntirmadim kabi. Diagnostika funksiyasi-chi? Diagnostika funksiyasi bu o'quvchilarni ta'lim olganligi, tarbiyalanganligi va rivojlanganligini aniqlash uchun qo'llaniladi.
biroq o'qituvchining ham kasbiy kompetentligini ham o'rganishda muhim ahamiyat kasb etar ekan. Demak, ustozlarim, diagnostik funksiya nima ekan? Bu o'quvchining bilim, tarbiya, rivojlanish darajasini aniqlash. Demak, o'quvchining ta'lim olganligini, tarbiyalanganligini, rivojlanganligini aniqlash uchun qo'llanilar ekan diagnostik funksiya. Lekin bu to'g'ri o'quvchi aniqlanadi-yu, ammo o'qituvchining ham kasbiy kompetentligini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi o'quvchini qanday bilim darajasi, o'quvchini o'zlashtirishiga qarab o'qituvchini bilim berish, ta'lim berish sifatiga baho beriladi. Keyingisi pedagog diagnostikaning baholash vazifasi. Bu ma'muriyat tomonidan olib borilib, alohida o'qituvchi yoki o'quvchi faoliyatida erishilgan yutuq kamchiliklar sifat ko'rsatkichlari miqdor jihatdan baholaydi. Demak, bunda diagnostikani baholash vazifasida o'qituvchi yoki o'quvchi faoliyatidagi natijalar sifat miqdor jihatdan baholash. Masalan, ma'muriyat o'qituvchining dars o'tish uslubini baholab, o'quvchilarni faolligi yaxshi, lekin vaqt taqsimotida muammo bor deyishi yoki faoliyat yaxshi emas deyish. Endi diagnostikani korrektsion vazifasi. Korreksiya degani bu to'g'rilash degani, ustozlarim. Korreksiya atamasi to'g'rilash degani. Diagnostikani korrektsion vazifasi o'quv tarbiyaviy jarayonni shu o'qituvchining pedagogik faoliyati yuzasidan korreksiyalashni, to'g'ri yo'naltirishni ta'minlaydi. Ya'ni o'qituvchini kasbiy jihatdan o'z-o'zini rivojlantirishi hamda pedagog mahoratini oshirish uchun sidqidildan kirishishini faollashtiradi. Demak, korreksion vazifasi nima ekan? Bu aniqlangan kamchiliklar bartaraf etish va faoliyatni takomillashtirish. Diagnostikaning yo'naltiruvchi, ya'ni orientatsion vazifasi. Bu orientatsiya degani o'sha yo'nalish degani. Buni maqsadi pedagog jamoa va alohida o'qituvchilar faoliyatida mavjud muammolarni uzluksiz hal etishni muvofiqlashtirib borishdan iborat. Pedagog diagnostikani orientatsion vazifasi natijalari haqida doimiy xabar berish informatsion axborot vazifa orqali ta'minlanadi. Demak, orientatsion vazifa nima ekan? Mavjud muammolarni muvofiqlashtirib borish. Demak, muvofiqlashtirib borish ekan muammolarni, orientatsiyalash. Hurmatli ustozlarim, xulosa qiladigan bo'lsam, pedagog diagnostikaning mana shu bu ham o'sha refleksiya, ya'ni o'qituvchini o'z xato kamchiliklari ustida ishlash jarayoni. Bunda birinchisi diagnostik funksiya, tahliliy vazifasi edi. Birinchisi tahliliy vazifasida o'qituvchini kal so'z qilib beraman, o'sha yutuq kamchiliklarini aniqlar edi, tahlil qilib. Ikkinchisi diagnostik funksiya edi. O'quvchini rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun qo'llanilardi. Diagnostikani baholash vazifasi bu ma'muriyat tomonidan olib boriladi dediga. Korreksion vazifasi shu pedagog faoliyat korreksiyalanadi, ya'ni to'g'ri yo'nalish ta'minlanadi. Keyingisi yo'naltiruvchi orientatsion vazifasi. Bunda o'sha muammolar muvofiqlashtirib borishdan iborat ekan. Bundan tashqari pedagog tashxislash konsepsiyasi berilgan. Ya'ni pedagog tashxislash konsepsiyasi pedagog fani va ta'lim muassasalari amaliyotining o'zaro hamkorlik jarayonini boshqarish imkoniyatini ta'minlaydigan 3 ta metodologik asosni o'z ichiga oladi. Birinchisi, ma'lum bir pedagog mahorat pozitsiyasini egallash. Ikkinchisi, ma'lum bir maqsadni yo'naltirganlik va uchinchisi, pedagog mahoratni egallashga bo'lgan ehtiyoj. Demak, pedagogik tashxislash konsepsiyasi nima ekan? Bu pedagogika fanini refleksiya tushunchasi haqida yozilgan ekan. Ya'ni ta'lim jarayonini boshqarishdagi 3 ta asosni o'z ichiga olyapti ekan. Birinchisini aytyapti, ma'lum bir pedagog mahorat pozitsiyasini egallash. Bunda o'qituvchi o'zini deylik mahorat pozitsiyasini egallaydi. O'zini bilimdon, metodik jihatdan puxta,
o'quvchilarni boshqara oladigan shaxs sifatida shakllantiradi. Birinchisida mahorat pozitsiyasi, ikkinchisi esa maqsadga yo'naltirganlik. Bunda endi ma'lum bir maqsadga yo'naltirganlik, ya'ni har qanday faoliyat, har bir faoliyat aniq maqsad asosida olib boriladi. Uchinchisi o'sha ehtiyoj, pedagogik mahoratni egallashga bo'lgan ehtiyoj. Bunda o'qituvchi doimiy ravishda o'z ustida ishlashga intiladi. Masalan, yangi metodik qo'llanmalarni o'qiydi, onlayn kurslarda qatnashadi yoki bo'lmasam tajribali ustozlardan maslahat oladi. Darsimizni oxirida Pliskachning fikrini qo'ydim. Ya'ni refleksiya deyapti, bu o'z-o'zini tahlil qilish bo'lib, o'z-o'zicha belgilangan maqsadga erishish emas, balki bilim olish, tajriba orttirish usuli, ijodga, kasbiy jihatdan takomillashga nisbatan rag'batlantirish ekan. Shuni ta'kidlamoqchimanki, pedagogik tashxislash qayd qiluvchi emas, balki maqsad hosil qilishni belgilovchi prognostik xarakterga ega bo'lgandagina samarali bo'lar ekan. Ya'ni shunchaki siz o'z faoliyatingizni tashxislayapsizmi, analiz qilyapsizmi, shunchaki tashxislab, belgilab, ha, mana shu kamchiligim bor, deb to'xtab qolish kerak emas. Qayta o'sha belgilangan tashxislashni ustida ishlash kerak ekan, ana o'shanda samarali bo'lar ekan. Bu o'sha o'qituvchini kasbiy refleksiyasini rivojlanish asosida amalga oshirilar ekan. Aziz ustozlarim, darsimizni so'ngida shuni aytmoqchimanki, biz mana Xoliqovning pedagogik mahorat darsligi asosida barcha boblarni ketma-ket o'rganib, yakuniga ham yetdik. Har bir bobda o'qituvchini shaxsiy fazilatlari, pedagogik mahorati, kasbiy ko'nikmalari hamda zamonaviy ta'limda zarur bo'lgan yondashuvlarni ko'rib chiqdik. Va bugungi so'nggi mavzu kasbiy refleksiya. Bu bizga o'qituvchi uchun eng muhim jihatni eslatyapti-da. O'qituvchi nuqtai nazar, ya'ni o'zini faoliyatini baholash, xatolardan saboq chiqarish va kelgusi ishlarni yanada samarali tashkil etish ekan. Chunki refleksiya bu o'qituvchini o'z ustida ishlash jarayonini kaliti ekan. Attestatsiya nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, refleksiya bizda yanada, masalan, qaysidir sabab bilan o'tmoqchi bo'lib o'tmagan bo'lsangiz yoki o'ta olmagan bo'lsangiz, refleksiya ham bu sizda nima uchun o'ta olmadim yoki nima uchun o'tmadim, nima uchun shunchalik tajribam bilan hali ham shu toifadaman degan o'z-o'zingizni tashxislab, o'sha prognoz qilib, orientatsiya yo'nalishingizni olib borishingizga ham asos bo'ladigan mavzudir. Demak, xulosa qiladigan bo'lsam, aziz ustozlar, ushbu qo'llanma nafaqat attestatsiya jarayonida, balki kundalik pedagogik faoliyatimizda ham biz uchun ishonchli dasturamal bo'lib xizmat qiladi. Sizlar bilan darslarni bosqichma-bosqich o'rganib chiqqanmiz. Albatta, amaliyotda samarasini beradi deb ishonaman. Rahmat sizga, aziz hamkasblar. O'ylaymanki, barcha o'tilgan darslar sizlar uchun samarali bo'ladi. Sizlarga kelgusi faoliyatingizda omad va yutuqlar tilayman. Eslatib o'taman, biz o'z faoliyatimizni Telegram kanalida davom etamiz. Ya'ni Telegram kanalimizda mana shu darsda sizlarga taqdim etilayotgan qo'llanmalar PDF fayllari to'liq hammasi yuklangan. Har bir mavzu bo'yicha testlar tahlil qilingan, tahlillar yuklangan. Ya'ni siz mana shu nazariy ma'lumotlarni amaliy ravishda yanada o'rganishni istasangiz, albatta mana shu video tagidagi описаниеga kirib, havola orqali Telegram kanalimizga ulaning va o'z ustingizda ishlashni davom eting. Barchangizga kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyat tilab, siz bilan Feruza Ikromova edi.